Shahar va tumanlarda, chekka hududlarda xalqimizning ma'naviy madaniy hordiq chiqarishlari, yoshlarning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida madaniyat markazlari qurib foydalanishga topshirilmoqda. Ana shunday maskanlardan biri Xiva tumanining Shomoxul mahallasida ishga tushirildi. Yurtimizda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi bunyodkorliklar ham ana shu islohotlarning amaliy ifodasidir. Ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatida 66 ta madaniyat markazlari mavjud. Shundan Xiva tumanida 4 ta madaniyat markazi ishlab turibdi. Tumanning Shomoxul mahallasida faoliyati yo'lga qo'yilgan yangi madaniyat markazining ochilish tadbirida tuman ahli, nuroniylar, yoshlar ishtirok etdi. Zamonaviy madaniyat maskanning foydalanishga topshirilishi mahalla ahlini xursand qildi. Maskanda bolalar va yoshlarning ijod bilan shug'ullanishi, badiiy va ilmiy kitoblar o'qishi, nuroniy insonlarning madaniy hordiq chiqarishlari uchun hamma sharoitlar bor. Shomoxul mahallamizda jami 6122 aholi istiqomat qiladi. Shundan 14-30 yoshdagilar 1384 nafarni tashkil qiladi. Bugungi kungacha mahallamiz yoshlari uchun madaniyat markazi mavjud bo'lmagan. Bu markazda yoshlarimiz musiqa, san'at, rassomchilik to'garaklarida bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishadi. Yoshlarimizga yaratilayotgan imkoniyatlar va shart-sharoitlar uchun prezidentimizga butun Xiva tumani yoshlari nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Madaniyat markazida nuroniylar o'z boy tajribalarini yosh avlodga yetkazishi uchun ham qulayliklar yaratilgan. Men bu yerda qishloq fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishlaganman. Bu binoni ahvolini juda ham yaxshi bilaman. Mana hozir ko'ryapsiz, bu bino xuddi bir uzukka qosh ko'zingdek bo'layapti. Mana hozir ish yeriga kirib ko'rdik, ish yerlari shu darajada chiroyli. Hamma sharoitlar bor. Bu yerda yangi komiljonlar, ortiqatajonlar, Xudoga shukrlar chiqishiga ishonchimiz komil. Hamma muzika asboblari bilan ta'minlangan. Hammasi joy-joyida. Kutubxona ham bor. Hurmatli prezidentimizga juda katta rahmat. Mana sizlar respublikamizning eng chekka hududi bo'lgan tumanda kelib, mana shunday katta bir madaniyat markazini tashkil qilinyapti. Bu narsa prezidentimning tashabbuslari bo'lyapti albatta. Ushbu inshootda 180 o'rinli tomosha zali, to'garak xonalari, kutubxona hamda ansambl jamoasi mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan xonalar bor. Ta'kidlash kerak, madaniyat markazini rekonstruksiya qilish, yangi maskanga aylantirish uchun mahalliy byudjet mablag'idan 2 milliard 300 million so'm hamda binoni zamonaviy jihozlash, moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun qo'shimcha 800 million so'm mablag' ajratilgan.